Ko'hna dunyo rivoyatlari. Sharq donishmandlarining ibratli hikoyatlari va rivoyatlari. Ahmad Muhammad Tursun. Toshkent 2020-yil. Muhtaram kitobxon, bolaligimizda ota-onalarimiz ko'pincha so'ng, ba'zan nonushta ustida biz farzandlariga tarbiyaviy soatlar o'tkazishar, suhbatlar, zerikarli bo'lmasligi va eslab qolishlari oson bo'lishi uchun ko'pincha gaplariga xalq maqollari va matallari, turli ibratli rivoyatlar, o'zlari guvoh bo'lgan voqealar, hadislarni ustalik bilan singdirib borishardi. Ayniqsa, o'tmish donishmandlarining og'izdan og'izga o'tib ketayotgan turli ibratli rivoyatlari, nasihatomuz hikoyatlari hammamizga yoqar, ularni soatlab tinglab o'tirar edik. Yoshligimiz shunday o'tdi. Yoshimiz ulg'aydi, o'zimiz ham oila qurdik, farzandli, nevara-chevarali bo'ldik. Ammo zamon shiddatli bo'lib akasi qochdimi yoki biz kattalar hafsalasiz bo'lib qoldikmi, nima bo'lganda ham o'sha tarbiyaviy soatlarni unutib bo'ldik. Bularning o'rnini televizor, kompyuter, telefon kabi texnika vositalari egallab oldi. Bolalarga aytib beriladigan rivoyatlar ham asta unut bo'la boshladi. Sharq donishmandlarining ibratli hikoyalari va rivoyatlaridan tuzilgan bu kitob bolalar tarbiyasi sohasida olib borilayotgan keng miqyosli ishlardagi ana shu kemtikni biroz to'ldirsa, farzandlarimizni yaxshilik, ezgulikka, insofga, adolatga, pok e'tiqodga chorlasa, axloq odoblaridagi qusurlarni yo'qotishda foydasi tegsa, muallif o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishgan bo'lur edi. Kitobga tartib berishdan asosiy muddao ham shudir. Mutolaaangiz foydali, maroqli bo'lsin deb Ahmad Tursun. Xalq donishmandlarining shingil durdonalari. So'z o'rnida. Bismillahir-rahmonir-rahim. Butun olamlarning yaratuvchisi va parvardigori Alloh taologa behisob maqtov va shukronalar bo'lsin. Olamlar sarvari Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamga, u zotning ashoblari va ahli baytlariga salovat va durudlar bo'lsin. Insonchilik ekan, hayotingiz davomida har kuni o'nlab insonlar bilan uchrashish, muloqotga kirishish, ular suhbatidan faxrlanish, muomala va munosabatlar o'rnatishga to'g'ri keladi. Agar ana shu suhbatdoshingiz, sherigingiz, tanishingiz odobli, madaniyatli, xushxulq va halim kishilar bo'lsa, ularning suhbatidan, muomalasidan dilingiz shod, ko'nglingiz obod bo'ladi. Bordi-yu, ular odobsiz, badxulq, qo'pol, johil kimsalar toifasidan bo'lsa, ularning munosabatidan ranjiysiz, dilingiz ozor chekadi. Shuning uchun sharq kishilarining odob axloqiga katta ahamiyat berilgan, bolalarga yoshligidanoq chiroyli xulq, go'zal odob o'rnatilgan. Ayniqsa islomiy odob tufayli insonlar yuksak kamolot darajasiga erishgan. Har bir xonadonda farzandni yoshligidanoq sog'liq va badan tarbiyasi, aqliy tarbiya, go'zallik tarbiyasi, axloq tarbiyasi, vijdoniy, nafsiy tarbiya va diniy, ruhiy tarbiya bilan kamolga yetkazilgan. Odob o'zi nima degani? Bu so'z arabcha bo'lib, madaba, ya'ni odamlar chorlagan ziyofat ma'nosini bildiradi. Odob ham odamlar hamisha da'vat qilinadigan ma'naviy ziyofat bo'lgani uchun shunday nom olgan.
Olimlarning kitoblarida odobga turlicha ta'rif tavsiflar bergan. Odob har bir holat, odatda aql buyurgan ravishda harakat qilish, ya'ni yaramas ishdan va yomon so'zdan nafsni tiyish, o'zining ham, boshqalarning ham izzatini saqlab, obro'larini to'kmaslikdir. Odob inson kamolotining eng zarur omilidir. Odob fazilatlardan biriga eltuvchi yaxshi harakat, intilishning nomidir. Maqtovga sazovor so'zni aytish yoki ishni qilish odobdir. Karamli axloqni joriy qilish odobdir. O'zidan kattalarni ulug'lab, o'zingdan kichkinaga mehr-shafqat ko'rsatish ham odobdir. Bir kuni Buqrot hakimdan odobli bilan odobsizning farqi nimada deb so'rashibdi. Gapiradigan hayvon bilan gapirmaydigan hayvon o'rtasidagi farq kabi deb javob beribdi u. Muhammad Zehniy aytadi: fazilat naslu nasab bilan emas, balki odob bilan topiladi. Har bir kishi kasb-korni mukammal bilmog'i, yaxshi tarbiya olmog'i va yaxshi xulq-odob fazilatlarga ega bo'lmog'i kerak, deydi Abu Nasr Forobiy. Ming ta'assufki, yaqin o'tmishda sharqona odobimizdan, uning uzoq yillik an'analaridan eskilik sarqiti sifatida voz kechilgani, ularni ta'lim-tarbiya muassasalari u yoqda qolib, hatto turmushdan, oilalardan ham siqib chiqarilgani og'ir musibat, katta yo'qotish bo'ldi. Uning o'rniga o'ta axloqsizlik, kattalarni mensimaslik va behurmat qilish, behayolik, ichkilikbozlik va bangilik, o'tmish merosga nafrat asosida qurilgan yangicha axloq, Avrupacha odob zo'rlab targ'ib qilindi. Oqibati ayon: salom berishni ham bilmaydigan, ota-onasidan nafratlanadigan, odobga chaqirilsa erkimga tajovuz qilishyapti deb dod soladigan, ko'ngliga yoqqan hamma buzuqlikni bemalol qilishni madaniyat hisoblaydigan kimsalarning paydo bo'lgani ana shu axloqning achchiq mevasidir. G'arbda siz bilan biz bilgan odob tushunchasi yo'q hisobi. Ular buni madaniyat deb nomlash urfga kirgan. Ovqatlanish odobi, salomlashish odobi deyish o'rniga ovqatlanish madaniyati, salomlashish madaniyati degan gaplar yuritiladi. Bizdagi ayrim kishilar g'arb madaniyatiga havas bilan unga taqlid qilishga mukkasidan ketgan bir paytda g'arbliklarning o'zlari ularda odob degan gaplar allaqachon unut bo'lgani, u ahamiyatsiz narsaga aylanib qolgani, natijada yoshlar axloqsiz bo'lib, tubanlashib borayotganini alam bilan yozishmoqda. Fransuz yozuvchisi va faylasufi Fransua Larochefoucauld odob jamiyat qonunlari ichida eng ahamiyatsizi va aslida eng hurmatga sazovoridir deyishga majbur bo'lgan. Amerikalik adib va olim Uilyam Sims bizda baodoblikning yo'qligi ko'pincha eng zo'r talantlarni zavoliga sabab bo'ladi deb yozgan. Rus yozuvchisi Anton Chexovning bunday gapi bor: dasturxonga ovqat to'kmaslik yaxshi tarbiyani bildirmaydi. Kimdir birov to'kib yuborsa, uni ko'rmaganlikka olish tarbiyadir. Ovrupalik adib Henri Emil oliyjanob bo'lishning o'zi kifoya emas, baodoblik ham zarur degan. Saudiya Arabistonida bo'lganimizda vatandoshlarimiz bir voqeani hayajonlanib so'zlab berishdi.
Ispaniyalik bir etnograf olim butun umrini jahon xalqlarining urf-odatlari, axloq-odobini o'rganishga, tadqiq qilishga bag'ishlagan ekan. Ittifoqo o'sha olim yurtimizga kelib, Toshkent, Samarqand, Buxoroda bo'libdi. Yurtiga qaytib borgach, hozirgacha o'rgangan, tadqiq qilgan barcha ilmiy ishlarimni 15 yoshli o'zbek qizalog'ining o'rnidan turib, qo'lini ko'ksiga qo'ygan holda choy uzatganida odobiga, nazokatiga almashtirganishga tayyor edim deb yozgan ekan. Vatandoshimiz bu voqeani hikoya qilar ekan, biz shunday yuksak odobli, madaniyatli xalqning farzandi ekanimizdan faxrlanaylik degan edi. Muhammad alayhissalomning chiroyli axloqlaridan, vaz-nasihatlaridan ibratlanib, kamolatga erishgan sodiq sahobalarning, tobeinlarning, solih salaflarning qolaversa, insoniyatning ilm, hikmat, taqvo va zakovat xazinasiga ulkan ulush qo'shgan avliyolar, donishmandlar, mutafakkirlar, adiblar, olimu fizolalarning pandu nasihatlari, vaz xitoblari, rivoyatlari ham insonni go'zal xulq va sof insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashga qo'l keladi. Yer yuzi islom ne'mati ila sharaflangan kundan boshlab unda istiqomat tutgan barcha mo'min musulmonlar hayot tarzlarini ana shu axloqiy ma'naviyat asosida qurib kelishmoqda. Mavaraunnahrlik qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy shunday degan edi: donishmandlar va olimlarning xulqlaridan o'rnak olish yaxshi xulqni tiriltiradi va yomonni yo'q qiladi. Yana bir allomamiz Husayn Voiz Koshifiy mana bu so'zlarga e'tibor bering. Boylik, shamshir va lashkardan tayanch izlama. Dono kishilarning pand nasihatlariga quloq sol. Shamshir va o'qni yo'q qiladigan nasihatlarga amal qil. Hamma zamonlarda, hamma o'lkalarda yaxshi xulqli, oliyjanob, shirin so'z, halim insonlar jamiyatning ko'rki, odamlarning a'losi bo'lib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Ayniqsa Sharq olami bu borada butun insoniyatga ibrat namuna bo'lgan. Oliy xulq sohibi bo'lmish payg'ambar alayhissalomga ergashgan insonlar Yaratganning hukmlariga bo'ysunib, xulqlarini tuzatishga, yaxshi fazilatlar sohibi bo'lishga harakat qilishgan. Oilada, yaqinlar davrasida, odamlar bilan munosabatlarda komil odoblarini namoyish qilishgan. Xayriyatki, milliy qadriyatlarimiz, sharqona odobimiz asta-sekin o'zimizga qaytmoqda. Hayotning eng mayda-chuyda jabhalarigacha qamrab olgan islomiy odob yana xonadonlarimizga tashrif buyurmoqda. Lekin bu yo'lda ko'p narsa boy berilganidan xalqimizning kattagina qatlami odobning eng oddiy talab va qoidalaridan hamon bebahra qolmoqda. Shuning uchun farzand tarbiyasidagi ana shu bo'shliqni to'ldirishda insonga ta'sir ko'rsatishning, ma'naviy yuksaltirishning barcha usul va imkoniyatlaridan keng foydalanishimiz, bu yo'lda manfaati yetadigan har bir ishni amalga oshirishimiz lozim. Farzandlarimizning odob axloqini kamolga yetkazishda ularni sharqona odobimiz talablarini tushuntirishda turli rivoyat, hikoyat va hikmatlarni ham alohida o'rin va vazifasi borligini unutmasligimiz kerak. Bolaligimizda ota-onalarimizning ko'pincha kechki ovqatdan so'ng ba'zan
ertalab nonushta ustida biz farzandlarga tarbiyaviy soatlar o'tkazishdan odat tusiga kirgan edi. Bu tarbiya darslari dadalarimiz bizlarga odobli bola bo'lish uchun ulg'ayganimizda hayotda qiynalmay yashash uchun nimalar qilishimiz kerakligi, yaxshi va yomon, halol va harom mavzularida suhbatlar tashkil qilib, pand nasihatlari, tushuntirishlari aksariyat hollarda o'z namunalari bilan tarbiya berishar edi. Ular suhbatlarining zerikarli bo'lmasligi va eslab qolishimizning oson bo'lishi uchun ko'pincha gaplariga xalq maqollari va matallari, turli ibratli rivoyatlar, o'zlari guvoh bo'lgan voqealar, hadislarni ustalik bilan singdirib yuborishardi. Menga ayniqsa o'tmish donishmandlarining og'izdan og'izga o'tib kelayotgan turli ibratli rivoyatlari, nasihatomuz hikoyatlari yoqar, ularni soatlab tinglashga tayyor edim. Yoshimiz ulg'aydi, o'zimiz ham oila qurdik, farzandli, nevara-chevarali bo'ldik. Ammo zamon shiddatli bo'lib ketdimi, yo vaqtning barakasi qochdimi, yoki biz kattalar hafsalasiz bo'lib qoldikmi, nima bo'lganda ham o'sha tarbiyaviy soatlar unut bo'ldi. Bolalar tarbiyasini askari hollari ko'cha muhitiga va oynai jahonga yoki o'zlarini tarbiyaga muhtoj kishilarga qo'shqo'llab topshirib qo'ydik. Bu muhim ishni beparvolik oqibatida ishqilib yaxshilik bilan tugasin. Ushbu kitobdagi rivoyatlar bilan tanishish oldidan rivoyat degan so'zning ma'nosini ham bilib olishimiz darkor. Taniqli olim Shavkat Rahmatullayevning o'zbek tilining etimologik lug'atidagi rivoyatga shunday sharh berilgan. Rivoyat arabcha rava fe'lining hikoya qiladi, xabar yetkazadi ma'nosini hosil qiladi. Birinchi bob masdari bo'lib, arab tilidan og'izdan og'izga o'tib kelayotgan hikoya ma'nosi bilan qabul qilingan. O'zbek tilining izohli lug'atida rivoyat bunday ta'riflanadi. Rivoyat avloddan avlodga o'tib kelayotgan voqea hodisalarni, inson faoliyatini ba'zan afsonalar vositasida, ba'zan esa real tasvirlovchi hikoya, naql qissalardir. Ko'p hollarda payg'ambar alayhissalomdan roviylar orqali keltirilgan hadislar ham rivoyat deb ataladi. Ushbu kitob bolalar tarbiyasi sohasida olib borilayotgan